turfa baxtning qo'shig'ini men shod eshitdim yo'lingda adashgan ko'ngli yarimning qalbida pinhona faryod eshitdim yillar shamolida qismat bog'ida kimning dili vayron kimniki obod mehr tuyg'usini unutganlarga quyoshning nurini ichirgin hayot Hurmatli yo'lovchilar, Samarqandga yetib keldik. Buyumlaringizni unutmang. Xayr, yaxshi yetib oling. Afrosiyob. Сообщением Tashkent, Samarkand. Passengers, beware. On the first way is taken high-speed train number 162. Yaxshi yetib oling. Tashkent, Samarkand. Afrosiyob poyezdida kelgan yo'lovchilar diqqatiga. Salomat bo'ling. Shaharga vokzalning janubiy va shimoliy darvozalaridan chiqiladi. Ko'hna Samarqandga xush kelibsiz. Уважаемые пассажиры, прибывшие высокоскоростным поездом Афросиаб, выход в город производится через южные и северные ворота вокзала. Добро пожаловать в Самарканд. Dear passengers arriving by high-speed train Afrosiab, the exit to city carried out through the southern and northern gates of the station. Welcome to Samarkand. Keling, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'shmisiz? Ha? Said Burhoniddin maqbarasiga borishim kerak. Yaxshi. Olib keling narsalaringizni. Mana. Bera qol. Marhamat. Nafisa, nimaga unday qildingiz? Ultratovushda tekshirtirishingiz zarur edi. Tekshirtira olmadim. Qo'rqdim. Iltimos, Dilbar opa, meni boshqa joyga yubormang. Nimaga? Xudoga shukr, yaxshiman. Sog'ligimdan shikoyatim yo'q. Hozir tinch, xotirjam yashayapman. Bolamni eson-omon tug'ib olarman. Bunga iymonim komil. Nafisa, siz noto'g'ri o'ylayapsiz. Agar o'zimni yomon his qilsam, o'sha kuniyoq tekshiruvga boraman. Hozircha esa bunga zarurat sezmayapman. Mayli. Lekin har hafta tekshiruvga kelib turasiz. Uqdingizmi? Har hafta. Mana sizga yana analiz topshirishingiz uchun yo'llanma.
Ertadan qoldirmang. Analiz javoblari chiqqach, yana kelib ko'rinib ketasiz. Tushunarlimi? Xo'p, tushunarli. Samarqand o'zgarib juda chiroyli bo'lib ketibdi. Ha, nimasini aytasiz? Anavi yangi mehmonxonami? Ha, yangi mehmonxona. Qoyilman. Ha, shahrimiz Yevropa mamlakatlaridagi megapolislardan qolishmaydi aka. Yangi qurilgan binolar, ko'chalarni qarang. Keng, yorug'. Ha, mana bu bino ham yangi qurilgan Ha, shekilli. shunday. Aka, qisqa muddat ichida bunaqa imoratlardan nechtasi qurildi-yu? Ha, bu tomonda ko'kda Samarqand. Ha, ko'hna va hamisha navqiron Samarqand aka. Shoir bo'lib ketingi. Shahrimizga kuniga necha sayohatchilar keladi. Ularni hammasi shaharni tomosha qilamiz deyishadi. Mehmonlarni ekskursiya qildiraverib, o'rganib ketganman-da aka. Qalay aka, shahar ma'qul bo'ldimi? Ha, ko'rib ko'z quvonadi. Ha, shunaqa. Mana, marhamat. Mayli, sog' bo'ling. Omadingizni bersin. Ha. Talabalik davrim o'tgan ko'chalar. Tavba. Xuddi shu mahallada Arofat opa degan bir ayolning uyida ijarada yashagandim. Arofat opa. Arofat opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zargarlik ko'chasi 119-uy. Iya. Men yashagan xonadon-ku. Ha? Xuddi o'zginasi. Kim bor? Arofat opa? Kim o? Kiravering, eshik ochiq. Hozir chiqaman, kelavering.
Assalomu alaykum, Arofat opa. Va alaykum assalom. Keling bolam, keling. Bir oy yumush bilan keldingizmi? Sizni tanimayroq turibman. Avvalam ko'rishganmizmi? Men Rustamman. Katta Qo'rg'onlik, muallim. Kechirasiz. Qarichilik. Xotiram sal chatoq. Eslolmadim. Qarang, hech nima o'zgarmabdi. Ana u so'rining o'rnida supa bo'lardi. Ayvon ham yo'q edi. Shinamgina qilib ayvon soldiribsiz. Ineki mana bu gilos daraxti nihol edi. O'rab qo'ymasangiz sovuq urib ketadi deganingiz esingizdadir? A? Tanidim endi. Rustamjonmisiz? Esladim bola. Haligi nima edi? O'qituvchilikka o'qigan Rustamjon-da. Xuddi o'zi. To'ppa-to'g'ri. Yosh edingiz. Ha, novdadakkina yigit edingiz-da. Ha, hozir ham novdadakkinaman. Faqat biroz semirib, yog' bitgan xolos. Aylanay sizdan. O'ziz bardam baquvvatmisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Shukr, Siz rahmat. boqi Chehrixon qalay? Bola chaqali bo'lib ketgandir. Ha, yaxshi. Qizim 4 ta bolali bor. Shunaqami? Yaxshi. 2 ta qiz, 2 ta o'g'il. 2 qizini ham uzatgan. 3 ta evaram bor, aylanay. Shunaqa deng. Xursandman. Juda ham boy ekansiz. Rahmat, aylanay. Qani. Qani. Keling, bu yoqqa o'ting. Qani, Keling. so'riga chiqing. Ilohi amin. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdik, aylanay. Xushvaqt bo'ling. Bu yerlarga qaysi shamol uchirdi? Qizim Nasiba shu manzilni bergan edi. Voy, Nasiba sizni qizingizmi? Ha. Shu yerda o'qiydi. Ha, u Nasiba Toshkentdan-ku? To'g'ri, 1-2 marta amakimlarnikiga borib kelaman deb aytuvdi. Ha, ular shu yerda. U tomonlarga ketib qolgan ekansizda. Endi taqdir taqozosi bilan Toshkentlik bo'lib qoldim. Ha, rizqi Nasiba o'sha yoqda ekanda. Aytganday, Nasiba ko'rinmaydi. Ha, qizingiz katta bir restoranga bosh oshpaz bo'lib ishga kirgan. Bosh oshpaz? Ha. Onasi aytganida ishonmagandim. Ishni qanday topdi? Ha, siz ko'chib ketganingizdan keyin Rasuljon, Karimjon degan 2 jo'ra shu yerda yashashdi. Ular bilan ham ona boladik bo'lib ketdik. Hali hanuz kelib mendan xabar olib turishadi. Karimjon katta restoran ochgan. Bir kuni ko'rib ketay deb kelib qoluvdi. Nasibani tayyorlagan haligi gullarini ko'rib, darrov ishga qabul qildi-da. Shunaqa deng. Ha, ana u Ozodbekchi. Ha. Onasi topilgani yo'q. Qarang, shunday shirin bolani nahotki tashlab ketgan bo'lsa-ya. Shunda ham dugonasi bilan tinmay qidirishyapti. Nasibani aytishicha, u tashlab ketadiganlardan emas ekan. Tez kunda daraga chiqar. Ko'p siqilmang, Xudoyim mehribon. Bir iloji topilib qolar. Topilib qolar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Chaqaloqlar qayerda yotadi? Chaqaloqlar onasi bilan birga bo'ladi. Chaqaloqlarga alohida qarashmaydimi? Menga
chaqaloqlarga qaraydigan Doktormi? doktor, nazokat kerak edi. Ha, nazokat opani Ha, qidiryapsizmi? ha. Xo'p, anovi binoni 2-qavatiga ko'tarilasiz. Kirish bu yoqda? Ha, shu yoqda. So'rasangiz chaqirib berishadi. Rahmat. Arzimaydi. Baraka Salomat toping. bo'ling. Rahmat. Xolajon, sizga kim kerak edi? Qayergasiz, xola? Kirish mumkin Menga emas. haligi Yo'lakka chiqib turing. xo'p, uzr. Yangi chaqaloqlarga qaraydigan nazokat degan doktor kerak Ha, edi. bo'lim Ha, boshlig'imi? ha. Hozir chaqirib beraman. Xudo xayringizni bersin. Siz yo'lakka Juda chiqib turing. zarur ishim bor Hozir edi. chaqirib Ko'rib beraman. gaplashmasam bo'lmaydi. Xo'p, xolajon, hozir Iltimos, chiqib turing. chaqirib bering. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Kechirasiz, sizni so'rashyapti. Kim ekan? Yo'lakda bir ayol. Rahmat. Shumikan? Ha, shu. Durdona ta'riflagancha nozikkina qiz ekan. Ha, odmigina. Sipo qizga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Nazokatxonmisiz? Ha, nima yumush bilan keluvdingiz? Ha. Shu desangiz. Qizim birinchi bolasini tuqqanida shu bolaga yaxshi qarashmaganmi bilmayman. Tug'ruqxonadan to'g'ri kasalxonaga jo'natib yuborishgan. Shu nevaram yaqinda 3ga kiradi. Lekin juda ham ko'p kasal bo'ladi-da. Keyin yig'lagan. Qizim yana ikkinchisiga yukli. Shunaqa deng. Sizni chaqaloqlarga juda ham yaxshi qaraydigan doktor deb eshitgandim. Qizim tuqqanidan keyin chaqalog'iga qarab berasizmi degan o'yda keluvdim, aylanay. Xolajon, avvalo tug'ruqxonaga homilador ayolning yashash manziliga qarab joylashtiriladi. Keyin men ham qonun qoidadan chetga chiqa olmayman. Agar qizingizni shu yerda tug'ishini istasangiz, unda tug'ruqxona rahbariyati bilan gaplashib ko'ring. Ha, gaplashamiz. Albatta gaplashamiz. Aylanay sizdan. Xo'p, xola, xayr. Ha, xo'p, xayr. Rahmat, aylanay. Xo'p, Xudo xohlasa yana uchrasharmiz. xo'p, mayli. Mehribon qizga o'xshaydi. Bo'ldi. Mana shu qizni kelin qilaman. Taomnoma tayyor hisob. Restoranni ochilish marosimini ham kelishib oldik. Mehmonlar ro'yxatini tuzib chiqsak bo'lgani. Demak, avval faxriy mehmonlar. Shu atrofdagi mahalla faollari, Karim akaga tegishli odamlar. Ha, aytib qo'yay. Arofat xola ro'yxatning boshida turadilar. Albatta, ularni birinchilar qatorida yozaman. Men do'stlarimni ro'yxatini keyin yozib beraman. Bilasiz, o'sha kuni meni to'yim bo'ladi. Dugonalarim anchagina. Dilfuza, men ham mehmon taklif qilsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu nima deganingiz? Sir bo'lmasa, kimni taklif qilmoqchisiz? Bilsam bo'ladimi? Men avval mehribonlik uyida tarbiyachi bo'lib ishlaganman. O'sha bolalarga mehrim tushgan. 3-4 ta shirin to'y taklif qilsam degandim. Ha, juda yaxshi. Dadam bilan gaplashaman. Hammasini tushuntiraman. Balki mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun alohida dasturxon yozarmiz. Ko'rasiz, ular juda ham xursand bo'lishadi. Yaxshi. Bo'lajak arxitektorimiz zerikdi shekilli. Juda zerikdim. Nasiba, Ha, yuringlar. Biron joyda uchalamiz o'tiramiz.
Shunaqami? Ozodbek bugun mening mehmonim bo'ladi. Mayli. Ketdikmi? Ketdik. Yura qolinglar. Qo'lingni ber. Qarasam, uxlab qolay deyapti. Ha, zerikdim-da. Alo. Alo. Dilfuza, yaxshimisiz? Voy, sizmisiz? Salom. Yaxshi, rahmat. O'zingizni ishlaringiz qalay? Yaxshi, yomon emas. Asta-sekin ish yuritishni o'rganyapman. Poyabzal ishlab chiqarish sanoatini yaxshilab o'rganmasam bo'lmaydi shekilli. Ishga kirishib ketganingizdan xursandman. Mustaqil ish yuritishga nima yetsin? Bilasizmi? Men bir hamshaharingiz bilan dukona bo'lib oldim. Iya, shunaqami? Ha, juda chiroyli qiz. Sizdan ham chiroylimi? Ha, mendan ham chiroyli. Ozodbek, ehtiyot bo'l. Lekin gap bunda emas. Muhimi, yaxshi chiqishib oldik. Hozir birga ovqatlanmoqchi bo'lib turdik. Yaxshi, unda sizlarga xalaqit bermayman. Keyinroq bafurja qo'ng'iroqlashamiz. Xo'p, mayli, kutaman. Yana aylantiring, yana. Xo'p, hozircha xayr. Xayr. Voy, boshim. Boshi aylanib ketdimi? Bir do'stim qo'ng'iroq qilib qoldi. U ham bizga o'xshab muhabbatiga yetisha olmaganlardan. Shunaqa deng. Xo'sh, yuringlar, ana bu yerda o'tiramizmi? Ovqatlarini juda mazali deyishadi. Ozodbekni ham qorni ochib ketgandir, Shirintoy. Ketdik. Mayli, ketdik. Ha, ketdik. Iya, pul qani? Aniq shu yerga qo'ygandim-ku. Qayerda qolishi mumkin? Ha, Rustamjon, biron narsangiz qolib ketibdimi? Ha, hujjatlarimni unutib qoldiribman. Topdingizmi? Ha, topdim xola. Ha, yaxshi. Sizdan keyin bir yigit kelib, xonani ko'rib ketuvdi. O'qishga yangi kirgan talaba shekilli, jo'rasi bilan birga turmoqchi ekan. Ha, shunaqa deng. Ha, mayli xola, yaxshi qoling. Men boray, bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Voy, roziman bolajonim, roziman. Siz ham qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Uyimni ta'mirlab berdingiz. Ish qilib, yangi ijarachilarim ham sizga o'xshagan bo'lishsin-da.
Xorbeng, Arofat opa. Bor bo'ling. O'zim sizga bir samarqandcha palov pishirib beray. Oshni siz juda ham boplardingiz. Mazasi hali ham og'zimda. Lekin pazandachilikda qizingizga yetadigani yo'q. Voy, bir pasta pomidordan, olmalardan, lavlagidan shunaqa gullar yasab tashadi-ey. Hayronlar qolaman. Qizim anchayin pazanda. Lekin undan juda ham xavotirda edim. Buni qarangki, tog' bilan uchrashmasa ham odam bilan uchrashadi deb bejiz aytishmagan ekan. Qizim aylanib mana sizni topdi. Bu ham yaratganning inoyati-da. Toshkent qayoqda, Samarqand qayda? Bizni yana ko'rishishimizni istaganda. Onasi uyga qaytsin deb qattiq tayinlagan. Unday qilmang. Axir yaxshi ish topdi-ku. Endi ish o'zimizda ham topiladi. Ozodbekning onasi topilmayapti. Darak yo'q undan. Shundan xavotirdaman. Juda boshim qotgan. Ko'p siqilmang. Nasiba yaxshi qiz. Hali hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Meni aytdi dersiz. Bu ishlarning bir yaxshi alomati bor. Balki biron bir savob ishga sababchi bo'lib turgandirsiz. Devonaning ishini Xudo o'nglabdi. Voy, ana o'zlari kelib qolishdi. Voy, dada. Kelib o'tiribman. Sen yo'qsan. Assalomu alaykum, dadajonim. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat, dada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, Ozodbek? Yaxshi. Barakalla. Dada, yaxshimisiz? Oyim, Nafisapam, Shahnoza yaxshi yurishibdimi? Yaxshi, hammalari yaxshi. Senga salom aytishdi. Rahmat. Seni juda sog'inishdi, qizim. Jiyanlarim uyga ketamiz deb to'polon qilishmayaptimi? Endi ba'zida to'polon qilib turishadi. Nasiba opamning xonalariga bordim. Xo'sh. Zo'r ekan. Hamma yoqda servirovka. U yerda Nasiba opam boshlig'i ekanlar. Shunaqami? Ha. Dada, bu yerni topishga qiynalmadingizmi? Nega qiynalar ekanman? Axir talabalik davrimda men shu yerda yashaganman. Bu uy menga begona emas. Sen sababli xolam bilan yana uchrashib turibman. Voy, rostdanmi? Dil tortganda, dil tortgan. Juda to'g'ri. Bu deyman, palov qilyapsizmi, xola? Mayli, hozir biz kiyimlarimizni almashtirib chiqaylik, qarashib boraman. Mayli, bo'la qolinglar. Onasi Ozodbekni mehribonlik uyiga topshirishni qattiq tayinlagan. Hayronman, Arofat opa. Buni endi Nasibaga qanday qilib aytaman? Bolaga ham achinasan kishi. Sizga qiyin bo'ldi. Shahnoza? Oyiz bilan gaplashdingizmi? Nima haqida? To'yimiz haqida. Shahnoza? Shahnoza? Yo'q, men nima ham derdim. Biznikilar dam olish kuni borishmoqchi. Shu kuni hamma ishni hal qilib kelishadi. Nega o'ylanib qoldingiz? Bilasiz, men oilada kenja qizman. Shuning uchun ham Nasiba opam turmushga chiqmasdan turib, hozircha kelmay turishsin. Opangizni to'yi bo'lish kerak edi shekilli. O'zingiz aytgandingiz-ku. Endi jiyan, sen opang bilan gaplash. Men Murojonni ko'ndiraman. Ikkisini uchrashtiramiz, Nima deysan? Xo'p. Bolaning onasi topilmasligi aniqqa o'xshaydi. Qayda? Manzili ham boshqa ekan. Onangga o'zing shunday debsan shekilli. Endi nima qilmoqchisan? Xotining ajrashaman deb turib olgan bo'lsa, Oyi, u keladi.
keladi. Opa, xolamga judayam yoqib qopsiz. Qaysi xolangizga? Agarda bilsangiz, mana shu mahallada menda obro'li odam yo'q. Hammasini menga tushadi. O'g'lim, to'ydan keyin ham shunaqa hayolingni yig'ishtirib olmasang, biz-ku mayli, lekin Dilfuza xafa bo'ladi. Bizdan nima yomonlik ko'rding? Dadasi. Yana boshlab yuboribsan-da. Ertak kabi sirli bu hayot, har sinovga nogoh yo'llaydi. Yaqinlaring bo'lar goh oyot, goh begona seni qo'llaydi. Ertak kabi sirli bu hayot, har sinovga nogoh yo'llaydi. Yaqinlaring bo'lar goh oyot, goh begona seni qo'llaydi. Hayot go'zal, yashamoq totli, marjon kabi tizilgan yillar, bir-biriga ulashsa shodlik, aka uka opa singillar. Bir-birini quvonch g'am, biri kelsa ergashar biri. Bu dunyoga kelgan har odam muhabbatning yangi asiri. Aylanadi eski charxpalak, suvday oqar inson hayoti. Baxtin quvib choparu falak, qanot bo'lar iymon saboti. Hayot go'zal, yashamoq totli, marjon kabi tizilgan yillar, bir-biriga ulashsa shodlik, aka uka opa singillar. Ezgulik bu umr mazmuni, qalbingizdan azizroq ne bor? G'uborlardan asrangiz uni, g'urbat ichra chekmasin azor. Mehr bilan yashnar bu olam, sevgidan suv ichar ko'ngillar. Mendan baxtli bo'lsin der bolam, aka uka opa singillar. Hayot go'zal, yashamoq totli, marjon kabi tizilgan yillar, bir-biriga ulashsa shodlik, aka uka opa singillar.